Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Efirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvi. Faoliyatda samaradorlik va unum bo'lishi uchun munosib mehnat sharoitlari zarur. To'g'ri ta'kidladingiz. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi shahar tuman probatsiya bo'linmalari xodimlari zamonaviy moddiy texnik vositalar bilan ta'minlandi. Belgilangan rejaga muvofiq har hafta viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining fuqarolar bilan qabullari o'tkazilmoqda. Unda bildirilgan turli mazmundagi murojaatlar ijrosi e'tibordan chetda qolmayapti. Maqsad fuqarolarimizning roziligini olish, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlashdan iborat. Ishga joylashish, yo'llarni ta'mirlash, kadastr muammosida amaliy yordam, tergov faoliyatida norozilik, o'zaro janjalli vaziyat, firibgarlik, avtomashina oldi-sotdisi, aliment undirish kabi murojaatlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov ishtirokidagi fuqarolar qabulida atroflicha eshitildi. Boshqarma boshlig'i muammolar yechimi muddat talab qilishini ta'kidlar ekan, aksariyatiga shu yerning o'zida huquqiy tushuntirishlar berildi. Yuzma-yuz qabulda qayd etildiki, bugun inson manfaatlarini ta'minlash, ularning mavjud muammolariga ko'maklashish har bir mutasaddi rahbarning asosiy vazifasi, murojaatlar ijrosiga alohida yondashuv kerak. Fuqarolar idorama-idora sarson bo'lib yurmasligi lozim. Asosiy e'tibor murojaatlarning joyida hal etilishiga qaratilib, qo'shimcha o'rganish va qonuniy qaror qabul qilish uchun ish yurituviga olingan arizalar yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi 3-o'quv kursi kursantlari viloyat ichki ishlar boshqarmasida amaliyot o'tashdi. Amaliyot yakunida eng bilimli, topshiriqlarni yaxshi o'zlashtirgan kursantlar munosib rag'batlantirildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi 3-o'quv kursining bir guruh kursantlari Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida ish o'rganish amaliyotini o'tashdi. Ular shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida ish o'rganish amaliyotini o'tash davomida hududlarda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olishda tuman shahar ichki ishlar bo'limi xodimlariga amaliy yordam ko'rsatishdi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi hamda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining tegishli buyruq va ko'rsatmalarida nazarda tutilgan vazifalarga vijdonan yondashishdi va ushbu vazifalarni sidqidildan bajarishdi. O'quv amaliyoti yakuni bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasida o'tkazilgan yig'ilishda faol qatnashgan kursantlarga tashakkurnomalar topshirildi. Kursantlar ustoz shogird an'anasi, o'zlarining nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash tartibi, tizim rivoji uchun bor kuch-g'ayrati bilan xizmat qilish kabi tushunchalarga ega bo'lishdi. Har bir qilingan xato va huquqbuzarlik uchun qonunchilikda belgilangan jazolar mavjud. Ammo qilgan aybimni pul bilan yoki qandaydir hadya bilan bosti qilaman, buning siri oshkor bo'lmaydi deganlar yanglishadi. Unutmang, qonun barchaga barobar. Pora bu chora emas. Ichki ishlar organi xodimiga pora bermoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Urgut tumani Mo'minobod mahallasining ichki yo'lida Malibu rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda, dastlab haydovchi yo'l patrul xizmati inspektori talabiga bo'ysunmay qochishga harakat qilgan. Aniqlanishicha, haydovchining tegishli hujjatlari yo'q bo'lgan. Natijada ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtincha saqlash maydonchasiga joylashtirilgan. Shundan so'ng haydovchi transport vositasini jarima maydonidan chiqarib berishni va mazkur holat yuzasidan chora ko'rmaslik evaziga 500 AQSh dollar miqdoridagi pullarni pora sifatida taklif qilgan. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda Urgut tumani prokuraturasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilib, fuqaro yo'l patrul xizmati xodimiga 500 AQSh dollar miqdoridagi pullarni pora tariqasida berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Endi ushbu shaxs qonunda belgilangan tartibda jazoga tortiladi. Yana bir shovvoz o'zini ichki ishlar organlarida tanishi borligini aytib, bir fuqaroning avtomashinasini jarima maydonchasidan chiqarib berishni va'da qilib, kelishilgan pullarni olayotgan vaqtida siri fosh bo'ldi. Har qanday ishda hech kimga ishonmang. Muammoni pul bilan hal qilaman deb o'ylamang. Ichki ishlar organlari nomini sotib, pora olmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi fuqarodan Kattaqo'rg'on shahrida yashovchi shaxs
moddiy manfaat evaziga ichki ishlar organlarida ishlovchi tanishlari orqali avtomashinasini jarima maydonchasidan chiqarib berayotganligi to'g'risida ma'lumot olingan. Transport vositasi jarima maydoniga qo'yilgan bo'lib, uning egasi bilan suhbat o'tkazilganda, Kattaqo'rg'on shahrida yashovchi shaxs 6 million so'm pul evaziga ishini hal qilib berishini aytganligini bildirgan. Ular o'rtasida bo'lib o'tgan suhbat yozib olingan va fuqaro ariza bilan murojaat qilib, ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan 2025-yil 14-aprel kuni Ichki ishlar vazirligi, Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Kattaqo'rg'on shahar bo'limi, Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Kattaqo'rg'on shahar bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida transport vositasi egasidan 6 million so'm miqdoridagi pullarni olayotgan shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Gumonlanuvchi ichki ishlar organlarida yaqin tanishlari yo'qligini va ushbu pullarni o'z ehtiyoji uchun aldab olayotganini tan olgan. Mazkur holat yuzasidan Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Kattaqo'rg'on shahar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Inson qadr-qimmati ulug'langan, manfaatlar ustuvor bo'lgan yurtda yuksalish va taraqqiyot bardavom bo'ladi. Ana shu maqsadda Bulung'ur tumanida kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash va mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha manzilli o'rganishlar amalga oshirildi. Mahallalarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, osuda hayotni ta'minlash, odamlarning emin, erkin, baxtiyor turmush kechirishga erishish maqsadida huquq-tartibot maskanlari tashkil etilmoqda. Bulung'ur tumanining Mehrjon mahallasida 3075 nafar aholi istiqomat qiladi. Ushbu mahalladagi 10 sonli huquq-tartibot maskanidagi sharoitlar hududda kriminogen vaziyatning barqarorligini o'rganish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov mazkur mahallada bo'ldi. Mahalla yettiligi bilan muloqot chog'ida yangicha ishlash mexanizmlarini samarali yo'lga qo'yish hamda kriminogen vaziyatni yaxshilash, aholining mazkur yo'nalishdagi murojaatlarini o'z vaqtida va qisqa muddatlarda bartaraf etishda mazkur huquq-tartibot maskanlarining o'rni beqiyos ekanligini ta'kidladi. Muhtaram yurtboshimizda joriy yilning 3-yanvar kunidagi mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi birinchi sonli qarori asosida mahalla huquq-tartibot maskani joriy etildi hamda soha xizmatlaridan xodimlar biriktirildi. Ushbu xodimlarni 4 ta mahalla hududida, maskan hududida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida to'liq safarbar etgan holda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish chora-tadbirlari ishlab chiqildi, yo'l xarita ishlab chiqildi. Binoda yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirildi. Bu yerda profilaktika inspektori, tezkor va saf bo'linmalari xodimlari uchun zamonaviy va qulay xizmat xonalari ajratilgan. Maskan tumanidagi 4 ta Mehrjon, Bulung'ur, Yangiqo'rg'on, Amir Temur mahallalariga xizmat ko'rsatadi. Xodimlar mazkur hududlarda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida 24 soat ish tartibida faoliyat olib boradi. Bir so'z bilan aytganda, bu maskan mahallani jinoyatdan xoli hududga aylantirishga qaratilgan profilaktik ishlar samaradorligini oshirishga, fuqarolarning og'irini yengil, mushkulini oson qiladigan himoya qo'rg'oniga aylanmoqda. Ko'rsatuvimiz orqali sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.